Koketkali ko'ylakni qaychi yoqalisini ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum. Buning uchun bizga 3-4 santimetr ajratib olamiz. Ozroq kromkasi bor edi, men 4 santimetr ajratib oldim, chiziq chizib oldim va tepasidan tekis qilib tekislab olaman kasoyini. Chiziqdan boshlab tepaga 20 santimetr chizdim. Bu yelkani ikkiga bo'lingani, 8 santimetr ochilishi, chiziqdan tashqarida bichyapman. 6-7 santimetr oldi ochilishiga chizib oldim. Tekis korobka hosil qilib 2 santimetr yana chizib mana shu holatda chizib olamiz. Yoqani shakli. Yoqamiz ko'pincha e'tibor bering, boshqa fasonlarda aylanalroq chiqadi. Uchiga, yoqaning uchiga nisbatan. Bizniki hozir tekis to'rtburchak chiqadi. O'sha bitish jarayonida ko'rasiz. Koketka uzunligini klientdan o'lchab 25 santimetr o'lchab oldim. Yelkadan 3 santimetr tushib oldim. Koketkani qanday belgilaymiz fasonini? Hozir aytib o'taman. 3 santimetr tekis chizdimda, oldi kengligini mana 19 qo'yib, klientdan o'lchangan oldi kenglik va koketka balandlikni 15 santimetr. Bu ham razmer bo'yicha Telegram kanalimda o'rgatganman qizlarga. Aynan koketkani formulalari bo'yicha. Va shu holatda mana teng o'rta bo'lib 1 santimetr pastga tushib oldimda, yoy qilib chizdim. Va tekis o'sha oldi kenglikka yelkani birlashtirib chizdim. Mana shu holatda. Koketka balandlikni olish uchun ko'krak balandlikdan yosh qizlar uchun 2 santimetr tepaga olib bichilsa chiroyli chiqadi. Katta yoshli onaxonlarimiz uchun aksincha ko'krakdan sal pastroq bichilinadi. Skromniroq turishi uchun. Avval qadimda ham xuddi shunaqa kiyishgan. Hozir endi yosharib ketishyapti. Yoshlarga taqlid qilib o'sha koketkalar ham teparoqqa ko'tarilgan onaxonlarimizga ham daji. Mana oldi koketkani bichib oldik. Mana shaklini ko'ring. 1-1,5 santimetr chokka kiradi. Frizeli o'rnatsak ham kirish ehtimoli bor. Hozir men kromkasini 0,7 santimetrlar olib tashladim. Yana o'sha dazmoldan keyin qanaqa chiqadi ko'raman. Agar bunda baribir sintetika kirishadigan bo'lsa ham yoqam kichkina bo'lib qolmasligini hisobga oldim. Shuning uchun asli 3 santimetr bichib olsangiz ham bo'ladi. Nejniy shunaqa chiqadi yoqangiz. Mana yoqa shakli chiqdi, pastki yoqa. Tepa yoqamiz, orqa bilan aylanib keladigan yoqamiz pastroqqa tushishini xohlasangiz, pastki to'rtburchak chiziqni oldi ochilishi deb 6-7 chizgan chizig'imni yana ham pastroqqa ochishingiz mumkin. Orqa koketkani bichishni boshladik. O'yinda orqa bo'yin o'yindi 8, pastga 3. Har doimgidek yelka 20, pastga 2. Yelka kengligini ham klientdan olingan. Orqa koketka uchun 16. Doim koketkalar orqaga tortadi. Shuning uchun orqa koketkani 1 santimetr uzunroq bichamiz. Proymasini ya'ni. Oldi 15, orqa 16. Koketka uzunlik fasonga qarab. Kimdir aylana, kimdir uchburchak qilyapti. U fasonga qarab koketka uzunlik olinadi, lekin doim proymadagi holat oldi proymaga tushilgan koketkani proyma tarafi doim orqasi 1 santimetr uzun bo'ladi koketkaniki ham. Shunda koketka oldiga tortish bermaydi. Orqaga, ya'ni orqaga tortib ketmaydi. Har doim o'rta qismlar buklovlarni men o'sha rasichka berib belgilab ketaman, sababi etak ulashda, yoqa ulashda o'zimizga qulay bo'lishi uchun. Endi tayyorgina materialimiz biz kerakli miqdorda buklab oldik. Masalan, 35 xohishga qarab, matoyingiz chiqishiga qarab buklab olasiz. 35 dan 40 gacha buklab olishingiz mumkin. Men hozir proymadan 5 santimetr chiqdim va ko'ylak uzunligini xuddi shunaqa qilib qo'yib olib o'lchayman. Klientdan necha olgansam xuddi shu holatda koketkani o'zini matoga tushirib olaman. Oldi zborka uchun 8 dan 10 santimetrgacha buklovda oldinda pastda turibdi.
va proymamiz. Proyma har doimgidek. Buni formulasi ham bor, telegramda ko'rsatganman, lekin o'sha 48-50 razmerlarda 5 santimetr tushsak ham bo'ladi. Pastga 5 va yonga 5. Mana. Oddiy proymada ko'krak aylana bo'lingan o'ngga 10,5 qo'shiladi. Shu tepadan mana chok haqqa qo'shib olamiz. Bo'ldi. Etakka har doim 2 santimetr kenglik berib ketamiz, qo'shimcha yana. Mana burchak qilib kengaytirdim. Sababi qop bo'lib xunuk turmasligi uchun etagimiz. Общий 37 santimetr bo'ldi bizda mana. 39 pastki etak bo'ldi. Bu bizni yo'nalishimiz. Bu chiziqqa adashmang. Men tepaga qilib hamma o'sha materialni boshidan oxirigacha tekshirib olgan edim. Tepaga chiziq qilib o'sha yo'nalishini, vorsini belgilab oldim. Mana kaketka bichish uncha ham qiyin emas. Faqat hisob-kitob to'g'ri olinsa bo'ldi. Mana zborka teriladi. Bu juda ham chiroyli, yarashimli va osonroq. Oldida belgilab qo'ydim. Va orqa har doim kaketkalar oldin bichib olib, keyin etak bichib olaman men. Odatda masalan orqa bo'ksasi unchalik ham chiqmaganlarda matoyingiz kam bo'lsa, oldiga nisbatan orqa etakni 5 santimetr kamroq olishga ham haqqimiz bor. Hamma o'lchovlarni yozib qo'ydim. Qiynalgan vaqtingizda o'sha telegramga kirsangiz ham men kaketka etagini qanaqa qilib bichilishini ham tashlab bera olaman. Etak uzunlik klientdan o'lchangan, shuni qo'yib olaman 100 santimetr qilib. Men shu kaketkani proymaga chiqishda ko'pchilik qiynaladi. Mana shu yer 5 santimetr orqada ham va proymani qo'yib olamiz 21 santimetr. Bu formuladan kelib chiqqan holatda. Siz bilmasangiz 5-5 tushib olasizda, tepadan 1 santimetrdan chok haqi berasiz. Kaketkani joylab olgandan keyin mana yana etakka 2 santimetr kengayish berib oldim. Masalan, oldiga etakka kengayish berib orqaga bermasangiz, orqa etagingiz oldinga aylanib keladi. Oldi orqani qancha kengayish berilsa, burchak qilib, xuddi shuni beriladi. Orqaga ham, orqa oldini. Zborka uchun masalan orqaga 8 santimetr bergan bo'lsangiz, mana buklov taraf, tepa taraf, oldiniga 10 santimetr bo'lishga haqqi bor. Faqat yon bokovoy qismdagi o'zgarish bir xil bo'lishi shart qizlar. Bo'ldi, mana deyarli bichish orqa oldi tayyor bichilgani. Tepaga doim mana biz kaketkani o'zini qo'yib olib bo'y uzunlik olganimiz uchun, bo'y uzunligi ham klientdan masalan 96 o'lchagan bo'lsam 4-5 santimetr qo'shib olaman. Sababi etak to'g'irlash, kiygandan keyin o'lchovda mana shu yerdan deydi ko'p klientlar, o'sha kiygandan keyin kalta bo'pti, u bo'pti, bu bo'pti. Bu noto'g'ri ko'rishadi tepadan turib masalan. Shuning uchun 5 santimetr etakka uzunlik qo'shib beramiz. Chok haqi uchun ham, asosan chok haqi uchun. Pastga 2 etakka qaytariladi. Hozir ko'rsatganim etak kengayishi 2 santimetr burchak qilib kengayib tushirganim. Yeng bichib olyapmiz. Yengni ham o'sha vorsiga e'tibor beramiz. Yuqori bilak aylanasi o'lchaniladi. Svobodniyligi uchun 4-5 santimetr qo'shib olinadi. Yeng uzunligi 60 santimetr. Chok haqlari ichida sirazi bichib tikaman men. Bu oddiy fasollarda masalan. Yeng tomi uchun 14 santimetr, zborkasiz
bo'ladi. Bu faqat posatga beriladi. Sborkali yenglarda 3 santimetr tepa tarafga yurasiz, keyin shakl berishni boshlaysiz. Shundan uchburchak chizib, hozir biz sraz burchakdan boshlab yeng bichdik. Bu unchalik ham deyarli sborkasi yo'q. Yig'ma, ya'ni burma deydi. Hamma har xil. Sborka nima deb yozishyapti kommentariyda qizlar. Burma, terma deyishar ekan, yig'ma deyishar ekan. Hamma viloyat shevasi har xil. Shunaqa. Bizda shunaqa yeng xohlashdi. Etagi yengni pastki qismi kengayib ketsin deb. Raqqosa yeng deyishadigan buni. Hamma har xil. Kulyosh yeng deydi. Burchak yeng turlari shunaqa. Toki klient so'zidan tushunib olguningizcha, hamma nomlanish har xil terminlar. Yengi ham deyarli tayyor. Albatta Worsli matolarda yo'nalish, tukiga va naqshlariga e'tibor beramiz qizlar. Hozir padbordi bichib olaman srazi. Oldi padbordiga. Odatda biz kaketkini oldingi tikuvchida toqa deyishgan, astar deyiladi. Toqa, astar shunaqa bilan bichilinardi. Hozir men faqat padbord bilan hozirgi zamonaviy va qulayroq qilib bichdim. Juda qo'pol bo'lib ketmasligi uchun promo taraflar ham. Chit, toraymaydigan yoki yuganda kirishmaydigan matolardan ham ishlatsak bo'ladi. Unda to'liq olinadi. Yoqani o'lchab oldim. Yoqani razmerini va hozir yoqa bichishni ko'rsatib o'taman. Buklovda bichiladi albatta. Yoqamiz 23 santimetr chiqqanida o'lchovda 1 santimetr chok haq qo'shib 24 qo'yib oldim. Va yana buklov beraman, e'tibor bering. Oldi pastki tarafimda buklov, 4 qavat buklov 8-10 santimetrda yoqa bichish mumkin. Kattaroq xohlasangiz kattaroq berasiz, kichikroq bo'lsa kichikroq. Buni bitgandan keyin katta bo'lsa ham qo'yib ko'rgan, qo'lda tikib ko'rib, katta bo'lsa tagidan bemalol olib tashlashingiz mumkin. Har kim har xil. Bu uzun qizlarda endi sal kichikroq qilib qo'ysangiz xunukroq turadi. Shunaqa kimdir kattaroq yoqa xohlaydi. 24 bo'lamiz 3 ga 8, shuni qo'yib oldim. Hozir tepaga 3 santimetr mana yoqa shakli chiqib keladi. Yoy qilib o'sha 2 santimetr, 3 santimetr ko'targan joyimizga aylana qilamiz. Bu orqa tarafi bo'ladi. Bu yeri oldi tarafi bo'ladi. Yoqaga har xil shakl berish mumkin. Shu yerini uchburchak qilib 2 santimetr chiqarib uchburchak yoki aylana, xohishingiz bu. Mana 5-6 hozir ko'ylak oldida o'lchab olganim ham bor edi. Shuni tekshirib oldim. Metrda qo'yib o'sha yerga joylanishi uchun. Frizelin yoki dublerin yopishtiramiz va yoqani dazmol qilamiz. Mana tayyor qilib oldim. O'rtasiga belgi bergan joyimni qo'yaman. Baribir dazmolda o'zgarish kirib qolgan bo'lishi mumkin. Shoshishingiz bor yoki frizelin tortishi bor, shuning uchun tekshirib olib tikib olamiz. Faqat shu ikki yonini tikib olamiz. U tarafi yoqaga kiradi. Ag'darib olamiz. Uchlarini chiroyli qilib chiqarib ehtiyotlik bilan chiqaramiz, sababi iplari ham chiqib ketishi mumkin. Mana tayyor. Chiroyli dazmol qilib qotirib oldik. Orqa, oldi yelkalarni tikib olamiz. Ko'ylakni kaketkisini oldiga e'tibor bering. Frizelin yopishtirib oldim. Sababi ham Worsli bu material tikkanlar biladi, juda qochadi bir-biriga ishqalani. Frizelin yopishtirsangiz o'sha tepa-past burma bo'lib, xunuk chiqib halqob bo'lib qolmaydi. Bir tekisda akkuratniy chiqadi ishimiz ham. Erinmasdan xuddi shunaqa qilib frizelin yopishtirib oldim.
Endi mana yoqani chiroyli tarafini tanlab olib, tovlanishiga ham e'tibor berib, och to'q tarafiga qarab, qaytarilganda o'sha chiroyli turishini hisobga olib qildim. Mana burchagini keltirib qo'ydim va kemtik bergan edim. E'tibor bergan bo'lsangiz, koketkani chizishda chizgan joyimni yirtiq qilib ochib qo'ygandim. Rasichka berib, xuddi shu joyga yoqani joylashtirdim uchini. Yoqani uchini qo'yib, bulavkalab oldim. Sekin asta. Bu yoqamiz tekisroq bichilgan. Mana bu koket bo'yin aylanalari yoy sifat va burchaklari bo'lgani uchun ozroq to'g'ri kelmagandek turibdi. Aslida biz o'sha yoqani to'g'ri o'lchab, yoqani cho'zvormasdan friziling qilib bichsak, tikishda qiynalmaymiz ham. Frizelin yopishtirganimizda ham cho'zvormasak, tikishda qiynalmaymiz. Ya'ni to'g'ri bichilgan hammasi demoqchiman. Gapim ham chalg'ib ketdi. To'g'ri o'lchov olib, to'g'ri bichilgan yoqa joy-joyiga tushib beradi. Mana oddiy tikib kelaman. Bir xilda chok bilan pastki o'sha asosni, koketkani oldi ochilishlar, orqa ochilishlarni nazorat qilib, ham tepadagi yoqani ham tagi ham kiryaptimi, yo'qmi, ikkinchi qavati ham shulargacha nazorat qilib, sekin tikib chiqib ketaman. Keyingi o'sha oldi qismidagi ozroq nasichka berib qo'ygan joyimgacha to'xtashi kerak yoqa. Mana bo'ldi. Endi agar siz astar bichgan bo'lsangiz, astarni qo'yib olasiz, xuddi shunaqa qilib. Padbord bichgan bo'lsangiz, mana padbord. Yana o'sha atlas nimadir tikkan bo'lsam, men chit shunaqa terlatmaydigan matolardan astar bichaman va xuddi shu padbordni astardan bichib turib, atlasdan, masalan, atlas tikadigan bo'lsam, atlas padbordni ham atlas bichib, astarga tikib olib keyin tikaman. Shunda ham yaxshi chiqadi. Endi ular yuqoriroq bo'ladi. Bu juda qalin. Proymalar, yelkalar, o'sha kiyganda ham ishqalanish bo'lib, bir-biriga tortish beradi. Shuning uchun padbord qilib qo'ya qoldim. Bu ham normalniy chiqdi. Uning chiqqani yo'q. Chiroyli bo'ldi. Qo'pol ham bo'lgani yo'q. Qalin matoligini baribir qulaylikni qo'yib beramiz. Klientga qancha qulay bo'lsa, shuncha yaxshi. Burchaklarni yengillashtirib, qirqib olib tashlaymiz, keragi yo'q. Albatta aylana joylarga, bo'yin aylanalarga rasichka berib olamiz. Kemtik berib. Balkim videoda ko'rinmay qolgandir. Har doim o'sha orqa bo'yin aylanaga tikib bo'lingandan keyin rasichka beriladi. Mana yoqamiz tayyor. Mana juda ham chiroyli chiqdi. Bezak berish xohishingiz. Endi bu ikkinchi tarafi. Xuddi shunaqa qilib qo'yib olib, tikib olamiz. Koketkada oldi kenglikni to'g'ri o'lcham olish klient ustida juda muhim. Agar kattaroq olib qo'ysangiz, koketkangiz ikkita o'sha qo'ltig'ingiz tepa qismida yig'ilib qoladi, oldi kenglikda. Koketka oldinga qarab chiqib qoladi. Ayniqsa atlaslarda, qattiq matolarda, qalin matolarda ham koketka tikmoqchi bo'lsangiz, ko'krak oldiga ishib chiqib qoladi. Sababi frizelin ishlatamiz yoki mana toshli bezaklar ishlatilganda juda qo'pol. Shuning uchun doim koketkani oldi kenglikni to'g'ri hisoblanadi. Va yana nima? Koketkada koketka balandlik ko'proq. Yosh qizlarimizga ham osiltirib, aylana qilib, xunuk koketka shakl berilishi noto'g'ri. Endi fasollar hozir chiqib ketdi, aynan koketka bo'yicha. Uchburchak, ikki yoni osilgan, endi har xil. Mana chiroyli bo'ldi, ikki tarafini ham. Ana endi biz nimani tekshiramiz? Oldi kenglikni klientdan necha olganmiz? 38, 39 olganmiz. Shuning uchun aynan shuni
surishga haqqimiz bor bir-birini ustiga o'rtasini topib oldi kengligimizni mana. Yelkaga ham e'tibor bering, yelka chokini 1 santimetr oshig'i bilan oldinga turibdi. O'zidan mana surilib ketdi hozir. Va o'tish hisobini ham oldim. Oldi kengligini обязательно to'g'irlaymiz. Oldi ochilishini ham tekshirib olsangiz ham bo'ladi. 17 ochilsa, oldi ochilib ketmaydi. Klientdan o'lchab olganman. Shu holatda mana bulavkani qo'ydim o'rta qismiga. Bu etak. Burmaga terib olish uchun 0,5 chok haqi bilan birinchi qatorini tikib olaman. Ikkinchi qatorini yana 0,5 chok haqi bilan tikkanimda ikkalasi bo'lib 1 santimetr joy egallaydi. Shunda burmani terib kaketkaga ulaganimda mabodo sotib tashlash esingizdan chiqqan taqdirda ham chok ichkarida qolib ketadi. Ba'zi bir matolar mana sifatsizrog'i bo'lsa, agar o'sha chirnavik qilib mana shu burmaga tergan chokimizni sotib olib tashlasak, teshik bo'lib qolishi. Shuning uchun boshidanoq hisob-kitob to'g'ri olib, 0,5 birinchisi, ikkinchisi yana 0,5 birga to'g'irlab, chok haqi berib burma tersak, o'zimizga ham qulay bo'ladi. Mabodo sotish esdan chiqsa ham. Etak o'rtasiga nasichka berganim sababi mana ana shu nasichka o'rtaga to'g'irlab, ikkala taraf bir xilda burma yig'ilishini ham inobatga olaman. Etakda o'rtani belgilanmasa, bilinmagan holatda bir tarafga ko'ylakka burma yig'iladi va o'sha tarafga ko'ylak tortadi og'irligi. Xuddi bir o'sha tarafingiz shishib turganday bo'lib qoladi. U ko'ylak bitish jarayonida bilinmasa ham kiyilganda juda bilinadi. Shuning uchun etakka ham, kaketkaga ham buklov joyiga nasichka beriladi va o'rtaga nasichka kelguncha burmalar taqsimlanadi. Bir xilda bo'ladi. Iloji bo'lsa shu kaketkani bu cho'ziluvchan mato bo'lgani uchun yana bir marta tikib bersangiz, klientingiz maza qilib kiyadi. Sababi bir o'zingiz ham agar cho'ziladigan matoda kaketka ko'rgan bo'lsangiz, aynan katoy qismi yana ham cho'ziladi, cho'zgan saringiz ikki yonga. Unda oldi kenglik o'lchovdan chiqib ketadi. Shuning uchun yana bir marta chokka qotirib tikib qo'yiladi, erinmasdan. Kaketkani etakka qo'shib bo'lgandan keyin, Bu orqa tarafi. Orqa tarafimizda ham mana kaketkani o'rtasida nasichka bor, etagida ham bor. Shuni ham keltirib to'g'rilab tikib olamiz. Ishimiz ham oson bo'ladi, aniq chiqadi. O'sha bitgandan keyin xato chiqib kelishi ishimiz 2 ish bo'ladi. Ayniqsa tayyor narsani boshqatdan sotib, boshqatdan tayyorlash biz vaqtimizni ham oladi. Vorsli matolarda ba'zi bir o'sha birgalikda o'qigan qizlarimiz, ya'ni kursdoshlar shunaqa aytishadiki, endi hamma viloyatda yoki hamma joyda har xil vorsli matolar qimmatroq tikilinadi. Sababi qiynaydi, juda ham tikuvchini qiynaydi. Ham buni bichish jarayonida mayda ko'zga ko'rinmas tukchalari uchadi. Bundan gripp kelib chiqadi, bundan tumov kelib chiqadi. Kimdir e'tibor bergan, kimdir yo'q. Bundan biz nafas olamiz, har bir tikkamiz tepaga uchadi. Sog'lig'imiz uchun ham. Va ikkinchisi tikish vaqtida asabimiz ketishni boshlaydi. Endi asabi kengroq qizlar bilinmas, muzikalar qo'yib olinadi, gaplashib boshqa qilganda bilinmaydi. Lekin baribir bo'rsli matolar, tukli matolar, yo'nalishi bor matolar qiynab qo'yadi qizlar. Oz bo'lsa ham qiynab qo'yadi baribir. Lekin paplin, shtampl matolarga teng keladigani yo'q, uchiriladi ularni. Va shu zo'r bichishda ham, o'sha yuvib dazmoli zo'r qilinsa qiyinchiligi yo'q. Shuning uchun ham shtampl
ipakli matolarda masalan narx aytishdayam vaqti kelsa qo'shib yuborgan bezagingiz ham уже rozi bo'lib ketasiz bemalol tikkaningiz uchun. Lekin vorsli matolar qiynagani uchun umuman tikishda baribir qiyinchiligi borligi bilinadi. Tikish bichishda qiyinchilik emas, men hozir sanab berganim o'sha sog'liq uchun xavfli bo'lgan joylari bor. Deyarli ko'ylagimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Yengi bitgani hisobiga mana deyarli tayyor. Yeng uchini prosta qaytaramiz overlock qilib, etagini qaytaramiz overlock qilib. Iplardan tozalab dazmol qilinadi. Mana aylantirib tikilinadi, etagi ham tikilinadi. Ko'ylagimiz chiroyli bezatib qo'yiladi. Mana sog' salomat bo'linglar. Kattakon rahmat.